qo'limga rang tegib qolibdi. Hamma notebooklarda ham o'zini muxlisi bor. Acer'da ham, HP'da ham, Lenovo'da ham, Celeron'da ham mana bizga bitta shunaqangi arzon notebook kelib qoldi. Holati vashti hozir sistemalarni endi tugatdik. Holati vashti qanaqa ekan? Ishlashlari vashti cho'tka ishlayapti. 1 terabaytlik xotirasi bor. Kattalik qo'ylarni, videolarni saqlayman deganlar uchun mana shu ideal variant ekan. Acer'ni ko'pchilik yaxshi ko'rar ekan. Nimaga Acer deyishadi? Haqiqatan Acer vashti cho'tka ishlar ekan. Chunki xotirasi HDD bo'lishiga qaramasdan yonishlari, ishlashlari vashti juda ham tez yonyapti, tez ishlayapti. Men o'zim ham hayron qoldim bunga. Odatda HDD sotmasdim, SSD sotardim, lekin bitta kelib qoldi, yaxshi deyishganiga olib qoldim. Haqiqatan ham yaxshi ekan. Uning xotirasi 4 GB bu degani Windows 11 ni bemalol ko'taradi degani. Dog'larni arsa ketadi, ular silliqcha cho'tka qoladi. Hozir olib kelishdi, hozir mana sistemani endi tugatdim. Klaviaturalarda ko'pchilik so'raydi, russkiy angliskiylari bor, nomerlari alohida. Bir tomonda USB port bor, ikkinchi tomonida USB port, yana bitta USB port, HDMI port, LAN porti ham bor ekan. Internetga ulab ishlataman deganlar uchun cho'tka narsa, cho'tka yechim. Qiziqqanlar qo'limga rang tegib qolibdi. Pastdagi raqamlarga aloqa qilib qo'yasizlar. Go.